Уборкаcha qildim. Bunaqa уборкаlar qilishni yaxshi ko'raman. Особенно ertalab, kechqurun bo'lganda, hovliga ertalab turganingda hovliga suv sepilgan bo'lsa, shirin hidlar kelib tursa, приятно. Judayam yaxshi ko'raman. Shu yoshga kirib, мне уже 27 лет, 27 yoshga kirib shunaqa endi ekinlar ekishni, gullar ekishni, daraxtlarga qiziqyapman. Bilmadim nimaga. Oldin umuman bunaqa ishlarni yaxshi ko'rmasdim, lekin yoshim katta bo'lgan sari shunaqa narsalar qilgim kelyapti. Sizlarda ham shunaqami? Обязательно har doim harakat qilaman. Hovli shipirganimdan keyin shipirgini yuvib qo'yishga, toza bo'lib turadi. Suvlar sepilgan bo'lsa, так приятно всё равно. Приятного просмотра.